Propan butanni yoqilg'i quyish shoxobchasi rezervuariga xavfsiz to'kish jarayoni. Avtotsisterna belgilangan harakat yo'nalishi bo'yicha avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasi hududiga kirib keladi. Tezlik cheklovi 5 km/soatiga. Hujjatlar tekshirilmasdan to'kish jarayonini boshlash mumkin emas. Haydovchi avtotsisternani xavfsiz holatda to'xtatadi va dvigatelni o'chiradi. Avtomobil sisternalarini qabul qilishda quyidagilarni tashqi ko'rik bilan tekshirib olish kerak. Sisternalarning quyib olish shtuserlarida tamg'alarni mavjudligini, sisterna korpusining lat yemaganligini va berkituvchi va nazorat qiluvchi armaturalarning sozligini va rezina matoli shlanklarni butligini, suyultirilgan uglevodorod gazini sisternada nazorat ventillar va sath o'lchagich bo'yicha mavjudligi va sathi, gaz tashuvchining uskunalarini xavfsizlik talablariga muvofiqligini, avtotsisterna g'ildiraklariga tirkamalar qo'yiladi. Yong'inga qarshi vositalar, qum qutisi, o't o'chirgich va xavfsizlik belgilari tayyor holda bo'lishi shart. Chekish va ochiq olov man etilgan. Operator va gaz quyuvchi xodimlar shaxsiy himoya vositalarida bo'lishi kerak. Antistatik kiyim, rezina qo'lqop va maxsus poyabzal. Xavfli ishlarni bajarish 2 kishidan kam bo'lmagan holda amalga oshirilishi zarur. Avtotsisternadan rezervuarlarga yoqilg'i to'kish jarayonida avtomobillarga yoqilg'i quyish man etiladi. Operator shlankni sisterna bilan rezervuarni bog'lovchi ventilga ulaydi. Klapanlar navbat bilan ochiladi va nasos xonadagi manometr ko'rsatkichlari nazorat qilinadi. To'kish vaqtida begona shaxslarning xavfli zonada bo'lishi taqiqlanadi. Barcha ish jarayoni faqatgina sanoat xavfsizligi qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Gaz to'kish yakunlangach, klapanlar navbat bilan yopiladi. Shlank orqali ortiqcha bosim xavfsiz chiqariladi. Shundan so'ng ulanish joylari germetiklikka tekshiriladi. Sobunli eritma yoki maxsus detektor yordamida. Shlankni bosim ostida ajratish qat'iyan taqiqlanadi. Operator haydovchi bilan xushmuomalalik bilan xayrlashadi va xavfsizlik zonasini yopadi. Unutmang, sanoat xavfsizligini ta'minlash barchamizning burchimiz.